Ajoyib havo, qoyil. Erta tongda havo zo'r. Hammaga salom, sizlar bilan Zerokraft va mening hukmronligim xush kelibsizlar. Xullas. Qisqa qilayotganda. Ishga kirish muammo bo'lyapti. Xo'p, general Varan keldimi? Yo'q, hukmdorim. Hali general kelmadi. Poytaxtda ushlanib qolibdi. Nimaga? Kelishini buyurganman-ku. Kechiring. Yaxshi. Bo'pti unda. Sog'ladi nima gap? Haligi bilasizmi, duduqlanmasdan gapir. Bizda eng yaqin bo'lgan qishloqni yo'q qilishdi. Nima? Qanaqasiga yo'q qilishadi? Esing yedingmi? Bilmayman. Butunlay vayron qilib tashlashibdi. Axir u yer eng kuchli qalalardan biri-ku. Kechiring hukmdorim. U yerga bir guruh askarlarni jo'natganman. O'zim borib ko'raman. Ming la'nat, qanaqasiga u yerni yo'q qilishadi? Axir u yer eng kuchli qalalardan biri bo'lsa, himoyasi qoraversa, orolda joylashgan, mudofaasi kuchli. Xo'sh, Kemchek bizni qanaqa Kemchek? Adashib ketdim. Radioson bizni sayohat kutmoqda. Sakrayverma. Bizni sayohat kutmoqda. Bir qanot tinchiga yozmaysanmi? Ko'tarilamiz. Ajoyib. Qayerga ketdik? Sharq bu yoq dedi. Sanga nima bo'ldi, oy? Xo'p, tezroq borish kerak. Qanaqasiga uyini yo'q qilishadi? Yetib keldim. Nima? Rostakamiga vayron qilishganmi? Bu yana nimasi? Kiyimchik qo'namiz. Hoppa, yaxshi. Kiyimchik shu yerda qol. Bu yerda nima bo'ldi? Bilmayman hukmdorim. Bu yerga kelganimizda bu yer shqolda edi. Tirik qolganlar bormi? Otaga 3 nafar askar. Anorog'i ichdi. Bittasini tanimaymiz, ammo suv butunlay zirqlangan. Qayoqda? Qal'aning markazidagi chodirda. Yaxshi. Kemshik shu yerda qol. Ortimdan borma. Nima Petrovgacha portlaganmi? Menimcha bu yerda ajdarlar yaxshigina hujum qilgan bo'lmaydi. Mana chodir. Bo'lishi mumkin emas. Ajdar. Yana kim ajdar? Askarlarim ajdar yo'qligini aniq bilaman. Xo'sh. Bu yerda 3 ta tirik qolgan bo'lish kerak edi. Nega ikkisizlar? Tilingizni yutib olganmisiz? Seni oldin ko'rmaganman. Kimsan? Hiro. Qayerdadir bu ismni eshitgandim. 5 yil oldin Mongolis shahrida yashamaganmisan? Yashaganman. Bo'lishi mumkin emas. Hiro? Uzr, tanimadim. Men Zeroman. Zero? To'xtat, o'zim yechay. Men Zeroman. Zero? Miyamni ushlayapsan? Yo'q. Yaxshilab esla, ahmoq, birga konchilik qilganmiz. Nima? Qanaqasiga tirik qolding? Shemirsin, o'shanda seni o'lgansan deb o'yladim. Tirik qoldim. Oradan 5 yil o'tdi. Bu shaharda nima qilyapsan? Ya'ni qishloqda nima qilyapsan? Shu yerda ishlayapman.
Men esa bu yerlarni qirib olaman. Bu yerda nima qilamiz? Yo'q, qasrimga. Seni mehmon qilaman. Sen jangda qatnashdingmi? Bu yerda o'zi nima bo'ldi? Bunchalik katta vayronalar. Azdarlar hujumchi. Askarlar ham bormidi? Rodeos oldimga. Ular qanday kiyimda edi? Tafsilot bera olasan? Menimcha bu qora bo'lgan. Men bilan shartnoma tuzmaganim uchun buni qilgan. Voy, bu yo'qmichamiz. Ajdarni qayerdan topding? Qanchadan bo'lib bo'ldi-ku? Axir urguda ajdarlardan qo'rqading-ku. Men esa taqdirim sal boshqacha kechdi. Xullas, men o'sha voqeadan keyin ancha og'ir ahvolda o'rmonda bir necha kun yashadim va meni qirol askarlar to'p bo'lishdi. Men u kimligini bilmagandim. Keyin bilsam, buyuk qirol ekan. Aniqrog'i imperiyaning hukmdori. Va meni o'zim oldiga olib, askarlikka tayyorladi, qilich bilan mashq qildirdi, xullas va hokazo. Va mana shu darajaga yetib keldim. Barchaga janglarda qatnashdim, ammo 2 yil oldin u vafot etdi va o'rniga men hukmdor bo'ldim. Shundan beri barchasi mening nazoratimda. Ta'tildan qochib generallarimga topshiraman. Hukmronlikni. Qayerdasan? Ajdaring shu yerga tushiraver. Bu yer jang maydoni. Aniqrog'i arena mashq uchun. Lekin aytalashyapti. Kemshek, Rodeos Tumutar. Sana o'zimni qildim. Hop, qancha? Yo'q. Odamga tegib Yaxshi, uni kutiraman, yomg'ir boshlab yubordi. Yo'q. Bu yer Yo'tiqala, poytaxt, bu yerdan ancha uzoqda. Oxirgi yurishimdan so'ng, ya'ni menga qarshilik qilayotgan oxirgi qishloqdagi qo'zg'olonni bostirib, bu yerga qaytib keldim. Poytaxt uzoqligi uchun aynan shu yerda to'xtashga majbur bo'ldim. Qolaversa, bu yer o'zimga ham yoqadi, ancha tinch. Xo'p. Oshxona bu yoqda edi, nimadir bormikan? Tort bor ekan. Nimadir bo'ldi? Sen 5 yil mobilda nima qilding? Qurbonlardan keyin kamerasidan ayrilganmi axir? Hammasini tamiz qilib. Seni soatingni almashtirish kerak. Hozir to'xtab tur. Kapral, hukmdorim. Menga bir juft butun boshli usti bosh olib keling. Qanday? Sovut olib keling. Xo'p bo'ladi. Senga yangi sovut olib kelishyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hero. Zero. Menga general bo'lish istamaysan? Nega? Bunaqa ishlarga uzoqdan davlat ishlaydi. Qo'rqma. Senga yuklamayman. Yo'q. Unda vazir bo'lsang-chi? O'z vazirlaring bordir. Bor edi, ikkitasini o'ldirib o'tdim. Nega? Xiyonat uchun. Birinchisi
Meni strategiyamni boshqalarga so'rashibdi, ikkinchisi jangni umuman sotib yuborgan. O'shani o'g'ri holda tashlab qo'yishga ketdi. Jangdan so'ng uni o'ldirib yubordi. Ammo o'shani ham qilib qo'ydik. Meni elita askarlar guruhi. Bu yerda nechta askar bor? Bu yerda hozir 6 ta askar bor. Elita sinfini bir qismi. Yana 6 ta elita askar bor. Jami 12 ta elita askarlarimdan tashkil topgan. Moviy rangdagi esa qizil rangli elita askarlar ikkinchi toifada turadi. Qolgani piyoda, otliq, shunga o'xshash. Qolgan 6 ta qayerda? Qolgan 6 tasi general bilan birga. Generalni poytaxtga jo'natganman. Ammo hali ham kelmadi. Bilmadim, ushlanib qolgan ekan. Ha. Charchaganmisan, dam olasam? Yaxshi bo'ladi. Yur, adashmasam minoralarda senga yotoqxona bor. Ha. Shu yoqdami? Yo'q, yo'q. Bu yoqda boshqa to'g'ri ketaman. Nechta adashib qoldi? Men adashib qoldim. Saroyni o'zim ham yaxshi bilmayman, chunki bu yerda ko'p qolmayman. Bir yo'lim chiqib qoladi va mana. Shu xonalardan xohlaganingni bilishing mumkin. Bu yo'q endi nima ish qilmoqsan? Axir sen yashayotgan qilishdi. Bilmadim, endi biror qilib qo'yaram. Xo'p, o'ylab qarasak, poytaxtda senga katta uy berishi mumkin. Hech qanday so'lovlarsiz. Poytaxtga qaytib ketguncha hali vaqt bor, to'g'rimi? Generalim kelgandan so'ng ketishni rejalashtiryapman. Ungacha esa shu yerda yashayverasan. U kelguncha hali vaqt bor ekan-ku. Ha, ammo poytaxtga men tezroq qaytishim kerak. Bo'lmasam nima bo'lishini bilib bo'lmaydi. Axir bilasan, poytaxt qirollikning eng asosiy joyi. Bu yerlar bilan kurashib chiqish niyatimi? Umuman olganda bu yer uncha katta emas. Bu yer men hukmronlik qilishimdan oldin bu yerni Demon qal'asi deb atashgan. Bu yerni qirollikka qo'shilishdan avval Demon lordi boshqargan, shuning uchun. Demon qal'a? Ha. Eshitgan edim. Sen yashagan va vayron bo'lgan qishloq qal'asiga esa generalning ismi qo'yilgan, Vayron. Vayron? Ha. Nechta general bor? Ataga bitta, sen bilan ikkita bo'ladi, ammo rad etding. Ammo istalgan payt qabul qilishim mumkin. Axir eski do'stlarmiz. Xo'p, bu yer uncha katta joy emas, ko'rib turganingdek ajralib turgan joyi mashq arenasi. Bu yerda birga bir jang qilishadi, mashq qilishadi, xullas shunga o'xshagan ishlar. Bu yer esa umumiy oshxona. Bu yer umumiy oshxona. Oshpaz har kun har xil ovqat pishiradi, bugun tort ekan hammaga. Bayram qilishar ekan. Demak, bayram ekan askarlaringda. Ha. Sen ozodsan, bor. Ishingni qil. Bu yerga ba'zi savdogarlar ham kelib turadi. Bu yer esa yotoqxona askarlar uchun. Ha. Kirish shartnomasi o'tgan bo'lsa to'xta. Ya, bemalol. Bu yer esa xo'jalik fermalari. Jinosin to'g'ri. Xo'sh, qo'ylar, mollar va tovuqlardan iborat.
Ha. Hop. Qishloqda ikkita hudud va bitta cherkov bor. Cherkov? Ha, umuman olganda men bunga qarshiman, lekin bu yerning aholisi shunga. Xona va ba'zi jiddilar uchun laboratoriya sifatida o'ziga qolgan. Demak, oğlum yigitlar ham bor ekan. Ha, eng qizig'i bilan tajribasi faqat ovqat ustida o'tadi. Yangi taomlarni yaratishadi. Shunga o'xshagan ishlar qilishadi. Oshpazlik qaytida faqat to'rttani o'rgatadi. Ha, menimcha bugun shirinlik qiladigan kun bo'lsa kerak. Yaxshamni qo'y taqibga bosh oshpaz qilmagan bo'lmasam kun bo'yi shirinlik yedim. Ko'rasanmi? Yo, rahmat. Undan ko'ra xom go'sht deganim yaxshi. Hop, yana nima qoldi? Bilmadim. Bu yerga kirish uchun ikkita qaladan o'tish lozim. Ne qaladan? Ha, ya'ni ikkita darvozadan kirib kelish kerak. Bu mendan oldingi qirolning haykali. O'xshatilmagan bo'lgan. O'zini sharafga qo'ygan. Hop, bu yerda osma ko'prik va bir nechta kichik postlar bor. Bu yerda postlar bor. Ularni olib qo'yishmaydimi? Men sizga hamrohlik qilaman. Bo'lsa, ko'p bo'ladi. Ha, qil. Hop, aytgancha senga usti boshidan yur, to'xta. Yomg'irda ko'chaga chiqmaylik, aks holda shamollab qolasan. Bu kutoni ham qurish kerak ekan qurilishi. Ha, yana eng yaxshisini ko'rsatmanman-ku. Bu yerda otxona bor. Jami 8 ta ot bor. Mana bu mening sevimli tulporim. Ismi ham o'ziga mos, kulrang. Nima otini? Bu boshqa askarlarniki asosan. Meniki ajralib turmasligi uchun men ham orasida qo'yib qo'yganman otimni. Men umuman olganda faqat rodeoda uchaman. Ajdarimda. Axir bizning dunyoda ajdalar bor. Ammo ularni o'rgatish uchun yaxshigina zirhing bo'lmasa befoyda. Ha. O'z tojimni kiyib bo'lmasam baxtxonalarga nima bo'ladi? Inventarlarni sattirib qo'yamiz. Yaxshi, yura qol. Kesatib gapiryapsanmi? Yo'q. Yaxshi. Xo'p. Joyingga bor. Ilitaman-da bo'lgan. Xo'p, senga aytgan kiyimlarim qani? Mana hozir kundorim. Yaxshi, bo'ladi. Hiro, mana kiyimlaring. Hop. Menga ustingdagilarni yechib bersang, yo'qotib yuboraman. Hop. Temirchiga beraman. Yaxshilab tozalaydi yoki eritib boshqatdan bu narsaga ishlatadi. Ha. Siz o'shancha xotiralar. Ha, endi yangi xotira to'playsan. Xotiraman. Kechirasan-u, joyingda adashmadingmi? Bechora. Yo, şöyle ketdi. Taxtamga chiqmasligi kerak edi. Kiyimlaring qani? Bular. Okey. Yaxshi, bularni olamiz va sekin o'tib boraman. Ko'p yog'adigan bo'libdi. Ha, bu hududlarda yomg'ir ko'p yog'adi, ammo poytaxtda yomg'irni yeysa ham ko'rmaysan. Ha, quyosh. Ba'zi suvga chiqib ham kelmay qoladi. Ancha kecha ham tushib qoldi. Yotoqxonaga kuzatib qo'yam. Ha.
Yur seni boshqa yoqqa joylashtiraman yaxshirog'iga. Hop. Adashmasam shu yerda bo'lish kerak yana. Yani o'shancha zinami. Ha, anchasini. Yo'q bermas. Kengash zali. Yaqinda sen ham shu yerda o'tirasan. Zali. Sen ham yaqinda shu yerda o'tirasan. Xo'p, mana bu yer ajrasam bu yer qamoqxona-ku. Yo'q, qamamaymiz. Seni qamamayman, qo'rqma. Qamalmaydi. Ehtiyot bo'l, lekin kechqurun askarlar tutib qamaydi. Xo'p, mana shu yer. Hop. Teging sinib ketmasin, yana qamoqxonaga tushasan. Hop. Xo'p. Bu yer endi seni xonang. Poytaxtga kirmishi shu yerda yashaysan. Xo'p bo'ladi, ishi bas qil. Hop. Men bilan oldingidek gaplashaylik. Okey. Okay. Good. Kulma. Hop. Xo'p, mayli unda senga xayrli tun. Meni ishlarim bor, ketdim. Jirovsing yana shunchasini. Güzel, katlaşam oldu. Yani şunchasini. Oy, oraya ketdi. Kapral. Hokimdorim. Qo'shin ahvoli qay holda? Qo'shinning yarmi shu yerda, yaqin atrofda joylashtirilgan. Hammasini jangga tayyorla. Hammasini kimga qarshi? Qora lordga. Ammo unga hozircha qo'shinimiz yetmaydi, butun boshqa qo'shin kerak. Tayyorladidim va general Vayringga ham xabar jo'nat, qo'shinni olib hujumga tayyorlansin. Menga qilgan ishi uchun hali javob beradi. Men uni kechirmayman. Menga qolib eng yaqin joylashgan qishloqqa hujum qilgan. Yaxshi, men qayerdaligini bilmagan edi. Bo'lmasam to'g'ridan-to'g'ri menga hujum qilardi. Va yana Heroga ham ko'z quloq bo'ling. Negadir aynan o'tirib chiqqani menga yoqmayapti. Qolaversa 5 yil oldin ko'z oldimda g'oyib bo'lgan ularni qo'lga tushirdi. Katta ehtimol bilan o'lgan bo'lish kerak edi, ammo tirik. Nima bo'lishini hali ertaga ko'ramiz. Bugun esa sizlar bilan shu yerda xayrlashaman. Xayr.